Minecraft, lekin men Mojo Launcher'da hardcore o'ynaman. Men o'zim spawn bo'lgan joyimni ko'rib qo'rqib ketdim. Sal qoldi tushib o'lib ketishimga. Agar shu payt tushib ketganimda video ham tugardi, o'yin ham tugardi. Juda sal qoldi. Va men daraxt chopish uchun bu yerdan ketishga qaror qildim. Va nihoyat men daraxtning oldiga keldim. Endi esa uni chopish qoldi. Va menda daraxtlarning soni naqd 40 tagacha bordi. Men 40 ta daraxt chopibman va endi shu 40 taga men o'zimga verstak yasayman dedim va o'zimga verstak ham yasab oldim. Keyin esa kon tarafga qarab yugurdim, ya'ni kon izlash uchun. Keyin pastlarni qarasam kon bor ekan. Yo dedimda, endi ketayotganimda Copperni ko'rib qoldim. Keyin esa Copperni olib ketmasam bo'lmaydi dedimda, yerda o'zimga sekingina tayoq yasadim birinchi bo'lib. Keyin esa tayoqlardan o'zimga sekingina kirka yasamoqchi bo'lgandim, lekin hozir men uni montaj vaqtida tushunib yetdim. Men jinniga o'xshab buni oddiy daraxtlisida Copperni sindirmoqchi bo'libman, yana misni. Keyin esa u sinmagandan keyin o'zimga toshlisini yasab oldim. Men bekor shuni kavlagan ekanman. Montaj vaqtida tushunib yetganimni keyin bildim va toshlisini yasab oldim. Va toshlisini tezroq yasash uchun uni eng tez yasashim shu tezlikda edi. Men hali tez yashashni bilmasdim. Keyin esa bu toshli kirka bilan hammasini sindirib chiqdim. Va nihoyat men hammasini o'zib bo'lgandim. Ular 19 ta chiqdi. Endi esa undan o'zimga kirka solaman, chunki menga kirka eng kerakli narsa. Va men o'zimga 9 ta tosh kavlab, keyin esa bitta pechka yasayman. Pechka deydimi xullas. Yonadigan pechka desam bo'laveradi. Xullas shunaqa yasash uchun o'zimga 9 ta olgandim. 10 ta olganimni bilmabman. Qarasam 10 ta olibman. Keyin esa mayli, kamdan ko'ra ko'pi yaxshi dedimda, uni yasab oldim. Keyin esa uni ichidan o'zimni Copperlarimni eritib oldim, mislarimni. Eritish uchun toshni qo'ymoqchi ekanman. Keyin esa bildim, qarasam tosh qo'yilmas ekan va men uni erishini ancha payt kutdim. Lekin men sabrim chidamadi, bittasini darrov olib bu versiyada qo'shilganmikan tepada, agar qo'shilgan bo'lsa tepada chiqadi. Ana qo'shilgan ekan dedimda, keyin endi yasamoqchi edim, qarasam menda bitta ekan, keyin yasamay qo'ya qoldim. Bu yerdan yana menga 2 ta kerak edi kirka yasashim uchun. Endigina menda 2 ta bo'ldi. Yana menga bitta kerak. Undan keyin o'zimga verstak yasab olsam bo'ladi. Men ancha payt kutgandan so'ng menda 3 ta bo'ldi. Va men o'zimga kirka yasab olish uchun darrov verstakning oldiga bordimda, o'zimga sekingina kirka yasab olmoqchi edim, tayog'im qolmay qolibdi. Endi daraxt chopib kelish kerakmi dedimda, men undan eringanim uchun buni yarmini o'zimga oldimda, daraxt chopishdan ko'ra men shuni qo'yib qoldim. Tayoq yasab oldim, keyin tayoq yasab bo'lgandan keyin undan o'zimga kirka yasab oldim. Kirkani ham ancha payt yasayman hali buni. Men chunki qo'lim hali Java versiyasiga uncha o'rganmagan, birozdan keyin o'zi yaxshi bo'lib ketadi, qo'lim o'rganib ketadi dedimda, bu yo'lni sekingina kavlab ko'rdim, sinab ko'rsam juda zo'r ekan. O'zimga yoqdi, chunki anchagina tez sindiryapti men o'ylaganimdan. Va men qolgan mislarimga, ya'ni Copperlarimdan birinchi bolta yasamoqchi bo'ldim va bolta yasash uchun u uchalasini keraklicha qo'ydim va tayoqni ham qo'ymoqchi edim. Tayoqni oxiri topdim va uni qo'ydim. Keyin esa o'zimda yangi bolta bor edi, ya'ni misli bolta. Keyin esa yana 2 tasi pishib qolibdi, menda o'zi 3 ta bo'ldi. Keyin esa bu yerdan yana bitta o'zimga nima yasashni bilmasdan tayoq qolmabdi, tayoq yasab oldim. Keyin esa tayoqdan o'zimga bu yerdan nima deb o'ylaysiz? Men aslida qilich yasashni xohlagan edim va qilichni qo'ydim. Keyin esa darrov Copperlarni oldim, ya'ni mislarni oldim. Ular 3 taga yetgan ekan. Keyin men inventardan chiqdim, ya'ni yana bitta olgandan keyin olib tashlamoqchi bo'ldim. Mayli, olib tashlayman dedimda, keyin boshqatdan qo'ydim, yana oldim. Keyin esa hamma tayoqlarni emas, daraxtlarni o'zimga oldim. 4 ta Copperni inventarimga qo'yib qo'ydim, ko'rinib turishi uchun. Buni esa bu yerga qo'yib qo'ydim. Va ikkalasini sindirib ketish esdan chiqyapti ekan, sal qolmasa ketib qolardim. Keyin ikkalasini sindirdim va ikkinchisini ham Copper misli, ya'ni Copperli kirkam bilan sindirdim.
Keyin esa men daraxt chopmoqchi bo'ldim, chunki daraxtim juda kam edi. Va men daraxt chopish uchun uy qurishni ham o'yladim. Keyin qarasam bu yerda qo'y ham bor ekan. 3 ta ekan naqd. Kakras menga o'zi 3 ta kerak edi. Keyin 3 ta qo'yni olish uchun oldiga bordim va uchalasini ham o'ldirmoqchi edim. Urush ham esimdan chiqib qoldi. Keyin urushni o'rganib oldim. Siz o'ylaganingizdan urush umuman boshqacha ekan. Shunchaki ekranga bossangiz urmaydi. PRI degan tugmachani bossangiz urar ekan. Keyin men o'shani urib qo'ylarni o'ldirib oldim. Keyin esa daraxt chopish uchun ketayotganimda yana bitta qo'y ko'rib qoldim-da, uni ham o'ldirib yubora qoldim. Bechora xafa bo'lmasin dedim, o'ldirib oldim. Keyin esa daraxt chopishga ketayotganimda tovuq bor ekan. Tovuqni ham o'ldirib yubordim. Bitta urushda o'ldi. Bu esa bitta urushda o'ladi deb o'ylagan edim, lekin u qochib ketdi. Mendan qochib ketdi, lekin bitta urushda o'lmadi. Menimcha urug'ni boya sakrab turib urganim uchun balandroq bo'lgan bo'lsa kerak. Xullas, orqa fondagi qo'shiqni o'chirdim. Menimcha bilinyapti sizga ham. Menga yoqmay qoldi, chunki boyadan beri orqa fonda turibdi. Men hamma tovuqlarni o'ldirdim menimcha. Va daraxt chopish uchun sekin bordim. Va nihoyat endi men mana shu daraxtni ham chopdim. Yangi dastajeniyani ham oldim. Hamma daraxtni chopdim deb o'yladim. Qarasam, hammasini chopib qo'ygan ekanman. Keyin esa ikkinchi daraxtga o'tdim, uni ham chopdim. Lekin bu boshqacharoq daraxt edi, ovak edi, u boshqacha oq-qora edi, bu ovak edi. Men yana bitta ovakdan chopdim, chunki ovakli uy qurmoqchi edim. Tomi esa mana shunaqa oq-qorali bo'ladi dedimda, keyin biroz chopgandan keyin uy qurish uchun joy izlashni boshladim. Va men hozir chopayotgandim, birozdan keyin uy qurish uchun joy izlayman. Keyin men qarasam 16 ta chopgan ekanman. Keyin menimcha bir stakdan oshadi deb o'ylasam, bir stak chiqdi, rovna bir stak chiqdi. Men hayron qolib ketdim. Bir stakdan oshadi deb o'ylagandim, keyin esa uni inventarimga joylashtirdim va ochiqroq joy izlash uchun ketdim. Ochiqroq joy izladim, topolmagandan so'ng bu yoqqa qarab ham ketdim, lekin mana shu tabiatning oldiga uy qurg'im keldi. Lekin bu tabiatning oldida uy qurishim uchun tekis joy yo'q edi. Tekis joyni rosa izladim. Va nihoyat oxirida topganman. Hozir hali ham izlaganman bu yerda. Hozir rosa izladim, bu yoqqa qaradim. Oxiri bu yer ham tekis emas edi. Men yana tekis joy izladim. Shu tabiatning oldida tekis joyni ko'rib qoldim va nihoyat endi yugurib bordim o'sha joyga. Jonim ketmasligi uchun mana shu yerdan sekin tushdim va mana shu yerga uy qurishni o'zimga o'zim aytdim va shu yerga uy quraman dedim. Keyin esa bu yerda 64 ta, ya'ni bir stak daraxtimni qo'yib chiqdim, joylashtirib chiqdim. Uning uzunligi mana shunday kattalikda bo'ladi eni esa mana shunday bo'ladi deb o'zimga o'zim aytib uy qurayotgandim, lekin qarasam meni uyim sal kichkina bo'lib qolibdi, lekin hech narsa qilmaydi. Menga kichkinami, kattami farqi yo'q. Shuning uchun mana shu yerda eshik turadigan joy qildim. Va bu o'tlarni hammasini buzib tashladim. Keyin sal-pal kech tushayotganini bildim. Divan yasamoqchi bo'ldim, qarasam hali divan yasamagan ekanman. Keyin esa verstakni oldim, pechkani ham olmoqchi bo'ldim, lekin joy qolmabdi. Mayli deb zo'rg'a bitta joydan oldim. Keyin esa boshqa blokni qo'yib yubordim, keyin uni sindirdim va bu yerga verstakni joylashtirdim. Keyin esa bu yerga pechkani joylashtirdim va verstakni ichidan verstakdan o'zimga yangi krovat yasab oldim. Oq divanni yasab olgandan so'ng keyin o'zim shu yerga qo'ydim va uxlamoqchi edim. Hali tun bo'lmaganini sezdim. Hali ham tun bo'lmabdi dedimda, biroz kutmoqchi edim. Uyimni qurib turganim yaxshi dedim, lekin uyimni qurganimga ancha vaqt ketadi dedimda, o'zimga yangi eshik yasamoqchi bo'ldim. Lekin mana shunday eshik bittasini o'zida 3 ta beryapti. O'zi hamma Minecraftda shunaqa bittada 3 ta beradi, bittasi esa ortib qoladi. Keyin esa men mana shu yerga bordimda uxlab oldim va ikkinchi kun ham boshlandi. Ikkinchi kunda o'sha men turilgan joyimda o'sha birinchi qavatni ham qurib qo'ygandim. Endi bugun uyni tugataman dedimda, mana shu yerdan daraxtlarimni izladim va 31 ta daraxtim bor ekan. Keyin daraxtlarni sekin-sekin ola boshladim. Mana shunday qilib ikkinchi qavatini qura boshladim. Keyin esa qarasam, menda o'sha blok ham qolmagan ekan. Inventarimni ham ochib qaradim, bitta ham blok yo'q. Keyin esa mana bu blokdan foydalanaman dedim va 4 ta ovak chiqdi. Keyin 4talasini ham qo'yib yubordim. Keyin esa daraxt chopish uchun ketmoqchi bo'ldim.
blok ham qolmagandi va men daraxt chopish uchun olg'a dedimda daraxt chopishga ketdim. Endi ketmoqchi edim, bir narsa esimdan chiqib qolibdi. Albatta uni ham yasab olaman. Bu tomi uchun bo'ladi, lekin tomiga 20 ta yetmasligini bildim va yana daraxt chopish uchun ketdim. Men yo'lda kichkina koncha topib oldim. Bu yerda menimcha men temir topaman deb o'ylab tushmoqchi bo'ldim. Boshida o'ylandim va keyin sekingina tushgandim. Qarasam bu yerda temir topish mumkin, lekin judayam qorong'u ekan. Menda esa faker yo'q edi. To'g'rirog'i hali ko'mir ham menda yo'q edi. Shuning uchun keyinroq kelaman deb bu yerdan chiqmoqchi edim. Endi bu ham balo bo'ldi menga, boshimga bitgan balo. Endi qanaqa qilib chiqaman deb o'ylanib turganimda bu yerda bitta blok bor ekan. Bu yerda o'zimga zina qilib oldim. Keyin qaytib kelishim uchun yaxshigina zina bo'lgandan keyin uni yana bitta blok qo'yib yubordim, chunki hali qo'lim yaxshi o'rganmagan bu versiyaga, ya'ni Emoji Launcherni o'ynashga. Keyin sekingina zina qildim va shu payt men videoni tamom qilaman va birinchi qismini tamom qilaman. Afsuski hammaga xayr, birinchi qism tamom.